Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. San'at ustozi, to'hfikor bog'van, shundaqla tabarruk zot Musajon Ro'za akaning 90 yoshga kirganligi ham 80 yillik san'at hayoti Urumchida dag'dug'liq xotirlandi. Faoliyatda Uyg'ur yangi davr müzik san'atining asoschilaridan, boshlamchilaridan biri. Shundaqla musiqa ma'rifchisi Musajon Ro'za akaning Uyg'ur san'ati qo'shgan to'hfasi aslab o'tildi va munosib baho berildi. Biz mushu munosabat bilan bir qism mutaxassislarni bir yerga jam qilib, dutor bilan nurlangan hayot degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan San'at institutining pensioneri, musiqa ma'rifchisi Musajon Ro'za aka. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq muavin raisi Oblimiz Sodiq. Şinjan Xalq radio stansiyasining pensioneri, davlatlik muqam san'atkori Obliz Shokir. Menen daha şu üç ahangını müzikin çağın degen bu bizim mahalleki kızlar beni duta çıkıp aldı. Ben öğür türde zaten ben. Kolum yetmedi. Şu vakt 7-8 yaş vaktlarım. Aldı bilen tilga ilişki bulduğunu bu adam uzun yıllık sanat marifçisi. Mana moşundak aile muhiti Musajon akamning ösüp yetilişide nahayet muhim rol oynagan. Musajon aka, hozirgi salomatlik ahvolingiz qandaroq? Yaxshi, hozir endi 92 yaş hesaplaydı ki. Biz endi Musajon akamni 90 yosh kirdi deb xotirladik. Musajon akamiz nayt tetik turibdi, salomatlik ahvolidan uchirib. Hozir endi G'uljida turibsiz, Urumchidami? G'uljidan turman, Urumchida turman. Sizga kimlar hamroh bo'ldi oilada? Endi menga 4 mening bir oltin qo'ylig'im bor. Shular hamroh bo'ldi, deng-a? Endi 90 yosh kirganligingizni tabrikladik. 90 yil ömür ko'rish oson emas. Undaqda 90 yillik ömür tarixingizdagi so'yinish, uningdagi utuq natija hamda mushaqdagi tajribalaringizdan qisqacha ikki kalima bir xulosa chiqarib boqamsiz. Bo'ladi. Men endi o'zim 5-avlod. Mening birinchi avlodim Qidirxon davrida, yaqin xonliq davrida mening bobom To'xtiyo qolun deb qolunchaga odam. Xo'sh. İkincisi Musraxin degan satochi. Xo'sh. Mening ismim shuning nomi. Uchinchisi Mentil Axun degan dadamning dadasi. To'rtinchisi dadam, beshinchisi men. Endi men shu dadamdan musiqa o'rgandim birinchi qatim. U vaqtda o'rgangan musiqalarim Sirilmi qisqas deb shu qizlar o'ynaydigan bir usul perdesi var. Onu öğrendim. Qarqashukkamni öğrendim. Anige Aycan degan alaqay Sovetdan kelgan plastinka algan. Shularni öğrendim. Menen daha şu 3 ahang nima musikin çağın degen bu bizim mahalleki kızlar meni duta chiqib oldi. Men öğür turibdi zaten ben. Qo'lim yetmedi. Şu vaqt 7-8 yaş vaqtlarım. Bu bir davr deng-a? Bir davrda. Musiqa o'rganishda qalaymigan o'rganish davr. 7-8 yaştan 15 yaşa qalaymigan o'rgansiz. İkinci davringiz-chi? İkinci davri 15 yaştan o'tgandan keyin bu ilqi selishtirish davri. Selishtirish davri. Anınki bilan manikin selishtirib o'xshamaydi bu. Shu davrda siz ustoz tutgan ustoz san'atkorlar kim o? Birinchi dadam, ikkinchi Yezimulli adam. Xo'sh. Yezimulli degan odam o'yliqi ilg'or. Ruscha bildi, fransuzcha bildi. Bu odam musiqada 7 xil musiqani bildiği adam. Mesela duta, tembir, tata, g'ijak, nay, skripka, chong. Mana shu mening o'rganganligim uchun shu odamninki to'hfasi bilan mana shu o'quvchilarni oldin turdi. 3-chi davri isloh qilish davri. Birinchi qatim cholg'u asbobidan isloh qildim. İkinci devirde ili ahanglarınınki şoğutusunu taptım. Kurulmasını taptım. İli ahangları şoğut şekilde. Kaşka ahangları
Bunun okşamaydı. Steven başka varyant var degan. Endi men ikkini qo'shib 7 bo'ldi bu. Demek bu şu 3 devrini baştan keçiyordunuz değil mi? Ko'chirdim men. Endi Abdülhamid aka, siz şu gündeki faaliyette Musaca Rozi efendimninki hayatını tercümalını çıraylı xulaslab Musaca Rozi'nin qaytadan tonuşuğa bir türkü oldunuz. Şu Musaca Rozi akının tercümalını yeni bir qitim qısqacha bir bayan qilib bersiniz. Musajinkam 1924 yılı Gulji şehrining Ko'nchi mahallasida tug'ilgan. 1942 yılı Gulji sanoyi nafisiga qabul qilingan. 1944 yılı Shulayt Milliy armiyasiga qatnashib, oldingi saflarda bo'lgan va Milliy armiya san'at o'mikiga qatnashgan. 46 yılı Gulji shahar Ro'shan maktabida musiqa o'qituvchisi bo'lgan. 1949 yıldan 50 yılgacha Dölbilcin Nailik Sanat Ümigide muzikant ve müzik muallim olup işleyen. 1950 yılı Şinjan Sanat Ümigiga yetkep kelingan. 1951 yılı G'arbiy Şimal Sanat İnstitutining qaramig'ida Milliy Sanat Fakulteti ta'sis qilinganda taklifga binoan bu yerga berib musiqa o'qituvchisi bo'lgan. 1955 yıldan başlap Sabık Şinjan İnstitutining Sanat Fakultetida o'qituvchi bo'lgan. 1958 yılı Şinjan Sanat Maktabiga, yani hozirgi Sanat İnstitutiga yetkilib, ta ki 1989 yılı Demirish chiqqanga qadar mush maktabda o'qituvchi bo'lgan. Endi Abdüz efendim, siz bir devletlik muqam san'atkori bo'lib sifatingiz bilan Musa Jinkamninki dutar chelish mahorati ham o'zi xoslik yaratgan jihatiki individuallik haqida o'zingizning bayonlarini o'tirib qo'yib bersangiz. Ben 60 yılların ikinci yarımından başlayıp Musa Jinkam bilan birga o'tishga başladım. 50 yıl bo'lib qoldi. Bu adamning birdan bir alayligi aldı bilan tilga ilishqi bo'ldigini, bu adam uzun yıllık san'at ma'rifchisi. Bu adam 60 yıllık ma'rifchilik jarayonida nurg'un o'quvchilarni, shogirdlarni yetishtirgan. Endi Musa Jinkamniki dutar chelish mahorati hammadan ustun. Xalq ichida Musa Jinkamni dutarning piri deb qo'yamiz. Endi bu dutar chelishda mahoratlik tarafi bana bir vaqtida xili yosh vaqtimda bir ustoz shunday degan. Tembri chelişdimi, dutta chelişdimi, asoslik bir uslub bor. Duttani tövenge urgan qo'l bilan qo'lining yenishi o'xshash kuch talab qiladi. Payda bosgan qo'li shu chaqan qo'li bilan tang yoki payda bosgan qo'li necha daqiqa mana urg'icha ma'qul paydaga dasab bo'lish kerak deydi. Tembri chelişdimi shu o'xshash mahorat kerak. Mesela tembir çelişte hazırgıça endi nurg'un yoshlardan nurg'un tembirchilar yetişip çıktı. Ama Musa Jinkamning bir xil uslubini hazırgıça hech kim çalanmayotdi. Musa Jinkamning dutar chelishlik uslubi shundoq. Endi dutarchilar hozir aytib ko'p, yoshlardan ko'p yetishib chiqdi. Lekin mushularniki sadosi yana Musa Jinkam bilan Musa Jinkamning chaqan sadosi o'xshamaydi. Malarning bergan estetik zo'qi yana boshqacha. Undaqda Musa Jinkam o'ltiribdi, bo'lsa hozirgi mo'ysipitlik yeshida bir dutar bilan kishilarga, xalqimizga bir musiqa o'rindab bersa degan umidimiz. Yani talabga binoan o'sha ikkinchi dastani g'asilingan hamroyini teksin debdi. Çeksem küler alem şeb gaflet pervasız Grib gurbet tehvala Hunuk şöhret
pervasız. Karaköl sahilin bastım, Tiyan Şan üstüdün açtım. Bu hicret deştidin şaştım, Pelek şefkati pervasız. İlacım göz yaşım tökmek, dilimge nezmeler tütmek. Yakamni çok itip sökmek, tamam fırkati pervasız. İşit hemrayı tağladın, sadalar keldi nalenge. İşit hemrayı tağladın, sadalar keldi nalenge. Düşen alem haman palej, yatar külpet pervasız. Musa Jinkam'ninki dutabil o'rinlagan naqsdan huzurlandik. 92 yilda yana tekislardan ozmay duta padlarini mahkam tutib bizga bir hayot haqidagi eng yangi bir hikoyani so'zlab berdi deb aytishga bo'ladi. Ablimidka bayan tercümalını siz degende dediniz. Musa Jinkam 5. avlod sanıldı ki. Demek aşındak sanatlik aile muhiti muşu akımızın üsüp yetiliş üçün kiçik sahne olgan bolsa, aynı vakitte Musa Jinkam yaşagan ilininki sanatlik ili tuprağı çoğun sahne olup bütkül sanat hayatıga aktif tesir körsatgan deb aytishga bo'ladi. Siz muşu gap qanday qaraysiz? Musa Jikamның tuğulgan ailesine sanatkarlar ailesi değişik buludu. Mana moşundaq aile muhiti Musa Jikamның ösüp yetilişide nağaytım. Birinci muhim rol oynagan aile muhiti. İkincisi Musa Jikam ösüp çoğun olgan ili muhiti. İli hemimizge ma'lum naqşı müzik jurti. İli halkı naqşı müzikini intayın yaxşı görüdü. İlida dаңlıq naqşçı müzikantlar ötken. Musa Jinkam dadısıga ägişip, mana muşlar qatnaşkan sorunlarga berip, ulardan nurgun üzü näslen ügengen. Hem Musa Jinkam tuğulgan Könç mahallesiga kelsek, bu ilida naqşçı müzikantlar, çalgıçılar köprek çıkan bir qancha mahalle var. Birisi medrese, birisi Kazançı, birisi Könçü. Bu mahalleler hemisi birbirisiga tutaş mahalle. Bu mahallede köprek hünerven kasıpla, bolup mu mozduzla köprek oltıraqlaşkan. Mozduzla tikken ayaklarını kündüzü bazağa apırıp satıdı. Asasen keçisi işleydi bula. Her bir mozduzxanını bir kiçik sanat yurti desimi buludu. Mozduzla moşu sazlarını anlap işini kılıyveriyordu. Musa Jinkam'nın mahallesi mi? Mana moşundaq mahalle. Demek Musa Jinkam'nın tuğulgan tuprağı Musa Jinkam'nın üsüp yetilişte nayt muhim rol oynagan. Endi muşu ijadiyet jarayonida Musa Jikam'nın birden bir diqqat qildığını tekisla. Musa Jinkam mol ameli ve nazariyaviy bilimlarga ega müzik ustasi. Endi Abdülka, bayam dedik Musa Jinkam'ninki Uygur yeni devir san'ati qo'shgan töpsi intayin köp. Demek muşlarning xalq e'tirof qilishida, kishilarning yoqtirib anglishiga sazovar bo'lishida qandaq bir sehr bor deb qaraysiz? Musa Jikam nurgun ahanglarni ijod qildi va nurgun ahanglarni remont qildi, yasidi. Endi mushu ijodiyat jarayonida Musa Jikamning birdan bir diqqat qildig'ini tekisla. Xalqninki
istimal teşnalığı boğan tekstlarını. Aşında xalq terbiye ve ahmiyeti var. Hayat jarayonini aşında kişilerge tasvirlab beradigan mushundaq shakldagi klassik tekstlar bilan yetishadi. Shuningga loyiq ohanglarni ijod qilib, bu ohangning vazni bilan tekstning vazni o'xshash kelgan, bir-birisiga jaftlashgan holatda ashundaq ijodiyat ib bo'lganligi uchun Musa akamning ijodiyatlari shunda xalqqa singib, hozir bilan anglaydigan ijodiyatlarga aylangan. Endi Musa akam ijodiyatni ashundaq ahanglarni ıslah qilishda o'zining olsun, mayli kishilarning olsun, boshqalarniki ijodiyatlarini mi, boshqalarning ahanglarini mi yoki xalq ahanglarini mi shunday chiroyli yasaydi. Ham bu jihatdagi alayidliklari Musa akamningki ahanglarini, ijodiyatlarini xalq suyib, anglab, suyib, aytib, xalq ahanglariga aylanib ketishdagi birdan-bir sabab deb qarayman. Endi Abdulhamidka, Musajon Ro'za aka shu ozodlikning dastlabki mezgilida muzika sohasidagi muzika ma'rifiga qatnashib, o'zining yarim asrlik san'at ma'rifi bilan shug'ullangan hayot tarixini yezib chiqdi. Ham shu davrning bir tirik shohidiga aylandi. Shu bir qator emgaklarning ustoz hayotidagi salmig'i ham Uyg'ur san'ati qo'shgan, Uyg'ur ma'rif san'ati qo'shgan ta'sirini qanday o'lchaylik bo'lar? Musa akam mo'l amaliy va nazariyaviy bilimlarga ega muzika ustozi. O aynı yıllarda G'arbiy Shimol san'at institutining ataqliq muzika nazariyachisi Hammingda va Xinjiang san'at maktabining muzika o'qituvchisi Muhammadjon Ismoillardan not nazariyasi ve san'at nazariyasini puxta egallagan. O o'qituvchilik qilish jarayonida duttar, tambur, ravob, nay, chang qatorliq chalg'ularning darsligini tuzib chiqqan. Mana bu darsliklar Uyg'ur chalg'u asboblari haqidagi qo'llanma yo'q bo'shliqni to'ldirib, san'at maktabining tunji darslik quroli bo'lgan. Endi Musa akam shu ömrida yetishtirgan shogirdlarining sonini ep bo'g'ilmaydi. Musa akam ishdan set, Musa akamni izlab keladigan muzika havaskorlari nihoyat ko'p. Bularga Musa akam o'zida bor bütün bilimlerini üretdi. Demek Musa akam Uygur san'atining davomlashishini kapolatga ega qilgan va Uygur san'at ma'rifining boshlamchilaridan biri deyishga bo'ladi. Men Musa akam bilan yarim asr jarayonida nihoyat aka-inidek ustoz shogird bo'lib hurmatlashib keldik. Ustoz o'quvchi yolg'iz kasbiy jihatdan emas, kasbiy istil, kişilik, ahlak, fazilet cihetimi ülgü bulalıysa, onu haqiqiy ustoz deyishga bo'ladi. Endi bu duta kelishda ben tüt adamdan tüt xil hunar olgan. Endi Abdulka, endi shu muzika bo'libmi chalg'u asboblar islohotida Musajon Ro'za efendimninki eng gavdalik to'pisi qaysi nuqtada deb qaraysiz? Burunqi duta tambirlarimiz sap kirish bilan bog'langan payda işte şu solyavni chaplab payda bekitib bundaq isloh qilgan. Buni Musa akam yana isloh qilib, uni beyitdi. Yana mukammallashtirdi. Masalan, tambirga tövenki perdelerini basıdığı yege qo'shqo'saq yasidi. Qo'l qo'ydiğı yege qo'l qo'yg'ish yasidi. Tambirning uzun qisqligini tanishidi. Uningki uzunligini ma'lum bir o'lchamlik holatga keltirdi. Tambirning tuzilishida burun tambirninki so'zi so'ray so tuziletdi. Uni keyin Musa akam so'rayla qilib o'zgartdi. Men Musa akam bilan yarim asr jarayonida nihoyat aka-inidek ustoz shogird bo'lib hurmatlashib keldik. Endi Musa akamning 90 yillik hayot musofasini xotirlayotgan mush paytda
Musa Jikamga şu bizning Mejit Nasir jamoat arbobi bosh bo'lib ishlagan il variant 13 kun muqomini Musa Jikamga taqdim qilaman. Endi Ablimidka bir insonningki mushu mo'ysifitlik yishida ustoz degan sharafga erishmagi oson emas. Ustozimiz Musajon Ro'zining ustozlik fazilatlari sizningcha qaysi nuqtalarda ro'shan ko'rildi deb qaraysiz? Ustoz o'g'uchi yolg'iz kasbiy jihatdan emas, kasbiy istil, kishilik axloq, fazilat jihatimi ulgu bo'la olsa, uni haqiqiy ustoz deyishga bo'ladi. Musajon akam mushu jihatdan haqiqiy ustoz qatoriga kiradigan odam. Kasbiy istil jihat kelgan vaqtida ba'zi odamlar kishiga bagini oz, og'ini ko'p. Endi Musajon akam buning aksicha bagini ko'p, lekin uningdan hech nima tamoq qilmaydi. Musajon akamni izlab keladigan yosh muzika havaskorlar oz emas. Ularga Musajon akam butun o'ziningki ixlosi bilan ichida bor hunarning hammasini o'rgatadi. Endi Musajon akamning kishilik axloq fazilatiga kelsak, men Musajon akam bilan tanishqali xeyli uzun yillar bo'ldi. Endi Musajon akam o'zi oddiy oiladan kelib chiqqan odam. Beshidan jiq issiq so'g'oqlar o'tgan. Mushu oilasininki axloqini hozirgacha saqlab kelyotdi. Hashamatga berilmaydi. Moddiy manfaatga berilmaydi. Nom, atoq qo'g'lashmaydi. Musajon akam bir umr oddiy xalqning orasida yashadi. Musajon akamni to'y-to'kin o'ltirib so'rinlarga qichqiradigan odamlar ko'p. Uning ichida boymi bor, nomratmi bor. Agar berishga to'g'ri kelsa, Musajon akam oldi bilan o'sha oddiy fuqaroni texi shuning ichida qo'li qisqiroqni tanlaydi. Musajon akam bir umr xalq orasidan ayrilmadi. Musajon akam mushu xalq orasida yurish jarayonida xalqning naqsh muzikalarini o'rgandi. Xalqning ma'naviy ehtiyojini qondirdi. Mana mushu sababdan Musajon akamning muzikalari xalqqa yiqimli, xalq yaxshi ko'rib anglaydigan naqsh muzikalarni ijod qildi. Musajon akam xalq orasiga bo'lsa singib ketalaydi. Hozir o'zim aytdim, Musajon akam mushu pensiyaga chiqqandan beri Urumchi tug'an vaqti oz. Bir qancha yillar Ko'rilining bir yezisida turdi. U yerdami nurg'un muzika havaskorlarga muzika o'rgatdi. U yerdan qaytib kelgandan keyin hozirgacha mana panjimda turyotdi. Bir odamning 90 yil yashamiga oson emas. Lekin xalqning hurmatiga sazovor bo'lmoq uningdan qiyin. Biz Musajon akamning 90 yoshlik ma'rakasini o'tkazdik. Bu yerda bo'lingan gap so'zlar Musajon akamga bildirilgan hurmatlardan Musajon akamning xalq qalbida qanchalik o'rin tutadiganligini ko'rgil bo'ladi. Musajon Ro'zi akaning 90 yoshga kirganligini muboraklash yuzidan o'zimning yangi yozgan bir she'rini deklamatsiya qilib beraman. Xush muborak ustoz 90 yoshingga. Hör diyorda chaqnar qutluk izlaring. Bog'van bo'lib elga to'kding mevlar. Shuncha sarxil shogird o'g'il qizlaring. Tuttar bilan tambir esib yelkanga janggohlarda naqshi aytgan o'g'ilsan. Shunga degan farzandiga atila o'g'il bo'lsang Musajondek bo'g'insan. Tangri tog'ning kuychisisan bulbuli. Suyunimiz sendin faxri nomingdan. Sen ijodkor, sen yengishning dulduli. Avam razı kuşkan şeref şanındın. Sanat muhtaç elge, el musanatge. Bu hakikat ta ezelden eşindak. Sana halkım uzun ömür tileydi. 100 yaştımı turgun tetik muşundak. Ben bugünkü bu faaliyette Volca'da ötküzülgen öz vakitdeki bir sorundaki
bir söz esimga kelib qoldi. Bu merhum G'iyosiddinning so'zi edi. Bu G'iyosiddin Musojon akamning duttari haqida gap qilib, Musojon akamni biz dutta chaludi demaymiz. Har bir dutta chelish bilan birga har bir pa'dini tadqiq qiludi deymiz. Musojon akam duttaning olimi degandi. Gerçi bir jumla so'z bo'lgan bilan Musojon akamning kimligi haqida chiqarilgan bir xulosa deb qarayman. Musojon muallim meni tarbiyalagan chog'da. Bir ömür men Musojon muallimdan izchil o'rgandim. Mening bugungi kunimning bo'lishida ustozim Musojon Rozning nayt cho'ng ajri mehnati bor. Men albatta mush munosabat bilan ustozim Musojon Rozining salomatligini tilayman. Yanima ham umrini tilayman. Endi Musojon Roza akamizdan so'rasak, siz mushu fursatda shogirdlaringizdan qanday umidlarni kutasiz? Endi mening oxirgi umrimda men qilolmagan ishlar jiq. İli ahanglarimninki gavdisi. Men buningda jiqqa izlanib ketdim. Ota-bobolar bu gavdini 6 misra bilan davomlashib keltirgan. Lekin bizning davrimiz kelgan vaqtida 6 misra, 4 misra tushib qoldi. Bu bir endi tekstlerde jiq xatolik bor. Hozir endi mavu muqam ko'rishibdilar. Muqamni izlizam oldu, izlizam bo'ladi. Bu yomon xato ish. Endi mavu duta chelishda ben 4 adamdan 4 xil hunar olgan. Mana mushuna qilib men 4 ustozdan 4 xil hunarni olgandan keyin 4 xil hunarning unmas menda bo'ldi. Mana mushundaq sabablar bilan duta piri deb atab bergan. Endi men jiq ishlarni qilolmadim. Mehnat inqilobida kunlarni ko'rganman. Yani şu kunlardim o, vatanim, xalqim mening yuragimdan ayrılmagan. Biz bugün san'at ustozi Musojon Roza aka, ablimiz Sodiq ve Abdul Shakir efendimler bilan nayt ko'ngillik paranglashdik. San'at ustozi, töhfikar bag'van, musiqa ma'rifchisi Musojon Roza akaning 90 yilligi ve 80 yillik san'at hayotidan hosil qilgan tajribalari, Uyg'ur san'atiga qo'shgan behisob töhfisi tegishlik munosib baholarga erishdi. Biz oxirida bu töhfikar ustozning teniga salomatlik, turmushi xotirjamlik tilaymiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.